Chortoq tumani 7-sonli maktabgacha ta'lim tashkilotida bir kun bolalar dunyosida ota-onalar va mahalliy hamjamiyat bilan hamkorlik mavzusida viloyat miqyosidagi o'quv seminari yuqori saviyada tashkil etildi. Ushbu o'quv jarayonida viloyatning turli hududlaridan kelgan tarbiyachilar va soha mutaxassislari ishtirok etdi. Tashrif buyuruvchilar tashkilotga kirib kelishi bilan psixologik treninglar asosida samimiy va iliq muhitda kutib olindi. Bu esa ishtirokchilarda ijobiy kayfiyat va faol ishtirok ruhini shakllantirdi. Bunda biz ko'proq bolalarni ota-onalari bilan ishlash, ularni ta'lim jarayonlarimizga jalb etishni yo'lga qo'ydik. Bu qanaqa samara beryapti? Bunda ota-ona bola bilan tepeteng ishlayapti. Maktabgacha ta'lim tashkiloti hayoti bilan yaqindan tanishyapti, tarbiyachi mehnatini tushunyapti va o'zlari birgalikda tepeteng harakat qilishyapti. Uchrashuvning asosiy maqsadi maktabgacha ta'lim jarayonida oila, ta'lim muassasasi va mahalliy hamjamiyat o'rtasidagi hamkorlikni mustahkamlash hamda ilg'or tajribalarni ommalashtirishdan iborat bo'ldi. Dastur doirasida milliy qadriyatlarni aks ettiruvchi milliy liboslar ko'rgazmasi tashkil etildi. Bolajonlar o'zbek xalqining boy madaniy merosini ifodalovchi liboslarda chiqishlar qilib, tashrif buyuruvchilarda katta taassurot qoldirdi. Chortoq tumanidagi 7-maktabgacha ta'lim tashkilotiga tashrif buyurdik. Birinchi kelganimizda bu tashkilotning bolajonlarimizning ta'lim tarbiya olishdagi barcha qirralarni hisobga olib bezatilganligi o'zini tortdi. Mashg'ulotlarga kirganda asosiy ota-onalar bilan hamkorlikni yo'lga qo'yish qilinibdi. Ota-onani biz har doim bilamizki, maktabgacha ta'lim tashkilotiga bolalarni tashlashgandan keyin ular o'zlarining ish joylarida bexavotir, xotirjam ishlashlari uchun maktabgacha ta'lim tashkiloti farzandim nima qilyapti ekan degan savollariga hozir qisman javob oldik. Shuningdek, iqtidorli va faol tarbiyalanuvchilar alohida e'tirof etildi. Ularning sahna chiqishlari va ijodiy ishlari ishtirokchilar tomonidan iliq kutib olindi. Uchrashuv davomida guruhlardagi mashg'ulotlar jarayoni ham kuzatildi. Zamonaviy pedagogik yondashuvlar, interfaol metodlar va bolalarning mustaqil fikrlashini rivojlantirishga qaratilgan faoliyatlar alohida e'tiborni tortdi. Hozir baxtli oila mavzusida rasm chizamiz. Ya'ni xohlovchilar onasini qanday tasavvur qilsa, shuni rasm chizyapti. O'qituvchi bo'lmoqchiman men stilistlikka qiziqaman. O'qituvchi bo'lish uchun yaxshi o'qish kerak, odobli bo'lish kerak, chiroyli yozish kerak, ota-ona bilan ustozlarni gapiga kirish kerak. Ta'lim jarayonidagi muhim yangiliklardan biri xorijiy tajribalar, xususan Yaponiya ta'lim tizimi asosida tashkil etilgan mashg'ulotlar bo'ldi. Ushbu yondashuv bolalarda erta yoshdan kasbiy tushunchalarni shakllantirish, mehnatga hurmat va jamoada ishlash ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qilmoqda. Ota-ona bolalar bilan birga mashg'ulotni o'tdi. Birga mashg'ulot o'tish ichida har bitta tarbiyachiga qanday qiyinchilik borligini ham his qildi. Chunki bolajon bu beg'ubor, bolajon bu bir Alloh taoloning bir yaratgan bir san'ati. Mashg'ulotlarning tashkillashtirilishiga kelsak, juda ham quvonarli holatlarni ko'rdik. Har bitta texnologiyalardan alohida foydalanishgan, fan va tabiat markazlaridagi qilinayotgan tajribalar ham bir boshqacha yondashilgan. Ota-ona farzandi bilan birgalikda mashg'ulot o'tganda, mana shu bizning ta'lim sifatimizga ham bu yordam beradi. Chunki tarbiyalanuvchi ota-onaning oldida o'zini erkin his qilishi va o'zimizning mana shu olib borayotgan har bitta mashg'ulotimizning maqsadlariga erishishda katta yutuqlarga erishiladi. Shu bilan birga ota-onalar va tarbiyachilar hamkorligida o'tkazilgan amaliy mashg'ulotlar ishtirokchilarda katta qiziqish uyg'otdi. Bu jarayon ta'lim sifatini oshirishda oila, ta'lim muassasasi va jamiyat hamkorligi muhim o'rin tutishini yana bir bor tasdiqladi. Farzandim 7-sonli maktabgacha ta'lim tashkilotida tarbiyalanadi, tayyorlov guruhida. Ustozlarga o'zimni minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. Doimo mashg'ulotlarga xabar olib turaman, birgalikda qarashib turaman. Ko'plab vazifalarni berishadi. Shu muassasada ham birga bajarishadi, hamda qo'shimcha uyga ham berishadi. Uyga o'zim tepeteng bajaraman mashg'ulotlarni. Bu farzandimni kelajakda yetuk inson bo'lish uchun juda ham katta yordam beradi. Yakunida ishtirokchilar o'z fikr-mulohazalarini bildirib, bunday tajriba almashuv uchrashuvlari ta'lim tizimini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etishini ta'kidladi.